Biz нәрсе ayta olamiz? Bu bizning to'liq kvadrat tegizlamami. İşenmisi bağlar. Ayrılar. Teşekkür ederiz. Ederiz birincisini tutalım öderiz. A kvadrat plus 5 tegiz bulan 0. Bu bizning to'liqmi? Narsa yetmaymanda. Bizning kvadrat tegizlamada a x kvadrat plus b x plus c tegiz bulan 0. Ya bo'lmasa mana bunda tomg'alarini butentirda bo'ladi. Shunday minus plus o'zgaralar edi. Bunda bizning narsa yetmaydi. Eğer b yetmaydi, koeffitsient b, eğer bizning bunda a bor, a ning desam. Koeffitsient oldinda 1, shunday, bunda 5 c bizning 5 yaxshi. Demak, bu bizning yetmagach to'liq tugul. Dashi davom etamiz. Ikkinchisi bizning narsa? Narsa yetmaydi. C yetmaydi. Bizning bunda a necha? 2, b 1. Bunda biz to'liqmi? Necha tushishamiz? Necha tomirlarni topamiz? Diskriminant bilan topamiz. Bularni menga diskriminant bilan da topib bo'ladi, ham boshqa turli yo'llar bilan da topib bo'ladi. Shunday. Ayda biz qarab ketik ikkinchi birimni. Masalan, biz necha tushishaydik to'liq bo'lmagan kvadrat tegizlamani? Bunda narsa ishladik biz? C'ye tushunashivardik, x kvadratni C'ye tushunashivardik, shulaymi? C'ye ishida bizning narsa qoldi. X kvadrat minus 1. Eğer hem biz mana necha tarqata olamiz? Bu bizning qisqacha topilgan formulasi, shulaymi? Bu bizning nima deyali? A kvadrat minus b kvadrat. Necha tarqalaydi bizning? A minus b hem a plus b. Nima shu formula ekan bizning? Hem bizden farklı x minus 1 oldu, bu yüzü kaldı bittiğinde x plus 1. Hem eşit tomirlarını taptık. Demek x kvadrat ne 0'a tegizledik. İkinci j'ni 0'a tegizledik. Hem üçüncü j'ni 0'a tegizledik. Hem bizden neydi cevaplar buldu? 0, 1. Bunda minus 1 bilsek bizning 0 bo'ladi. Eğer necha tomiri bo'ldi? 3 tomir bo'ldi. Aytamiz bugun tag'in bir tegizlama bilan tanishamiz. B kvadrat tegizlama. Nima? x4 5. Tak, minus deb olaylik. Minus 5x kvadrat plus 4 tegiz bo'ladi 0. Bu bizning narsasi bilan ayrılan kvadrat tegizlamadan. Bunda x 4-chi daraja, shulaymi? X 4-chi daraja, demak bizning agarda x 4-chi daraja kvadrat tegizlamada ko'ramiz ekan, bu bizning b kvadrat tegizlama deb ataladi. Ham biz uni yozamiz. A x 4-chi daraja minus b x kvadrat plus c tegiz bo'ladi 0. Mana bunda tegizlamalarni biz nechinchi shaklga tegish bo'lamiz ekan? Bo'ladi. Agarda mana kvadratda bu x gina bo'lsa, daraja ko'rsatkichi bo'lmasa, masalan, biz uni diskriminant bilan rahatlanib chishgan bo'lar edik, shundaymi? Bunda biz yangi o'zgarishlar kiritamiz. Nechik? Masalan, x kvadratni t deb belgilaymiz. Yangi o'zgarishlar kirdi. Hem hazır x kvadrat o'rnina t'ni qo'yamiz. X 4-chi darajaga narsa qo'yamiz. X 4-chi darajani biz ikkinchi tirlanishib yozamiz. X kvadrat kvadratda shulaymi? X kvadratni biz endi t'ga alashtirdik, t kvadrat. Mana bunday joyli yo'l bilan ishlab bo'lar ekan. Aytamiz, hozir o'zingizni yo'l bilan ishlaymiz biz. T kvadrat
Oluşturarız. Minus 5 t plus 4 tegiz bular 0. Tezgine. Mında a koeffitsient mında ne diysem? B, A1, B 5 ne? Minus 5, E, C 4. Şolay. Hem biz diskriminantın formulasını qo'llatib nechta toplaydik biz? B kvadrat minus 4ac. Eğer B kvadrat minus 4ac biz onun o'rinlarına qo'yamiz, tezgina chishamiz, eleks tezgina. Kim chishdi? Diskriminant ko'pmi bu? 9 molodsi. Demek biz bularni o'rinlarına qo'ygash, tak 25, qo'yma. 5'nin kvadratı olan 4, taptır 1, taptır 4, tegiz bular turmaz. Şulay chiqdimi? Yaxshi. Demek bizni T1'ni topar için ne ishlaymiz? Formula minus B plus diskriminant 2 tom orasida diskriminant bo'lingan 2a. Tezgina T1'ni topamiz. Ko'pmi bo'ldi? 4. Hatta 2. Onda endi bizni o'zgaraymi? Minus B minus 2a. Ko'pmi bo'ldi? 1 bo'ldi. Deriz. Bolalar biz bir narsa topdik. Yangi o'zgarishni kiritgan tiniqni topdik. Bizga x'ni to'g'ri kerak. Nishlaymiz? Yangidan o'zimizni olishtirgan o'zgarishlar qaytaramiz. Nishlaymiz? X kvadrat narsani olamiz? 4 mesela oldik. Ko'pmi bo'ldi x1? 2. Tamir bormi? Bor. x2 minus 2. 2 tamiri bo'ldi. Hozir endi t ilk o'rnina biz narsa qo'yamiz? 1 ni x kvadrat tegiz bo'ladi ko'pmi? 1. x3 bo'ladi bu. Biz 3-chi tomirini topamiz. 1. Ha x 4-chi daraja. Ay 4x4 4-chi tomir minus 1. Demek bu bizning b kvadrat tegizlamani necha tomiri bo'ldi? 4 tomiri bo'ldi. Yaxshi. Tag'in bir tegizlamani qarab ketaylik. Masalan, bizning tegizlama x plus 3 4-chi daraja minus 13 x plus 3 kvadratda plus 36 tegiz bular 0. Mana bundayni biz necha ishlarimiz ekan? Bundaylarni ishlagan bo'lmadi bizni. Necha qo'yasiz? Bizning birinchi tegizlamadan bu narsasi bilan ayriladi. J'ye bormoqqa keldikmi? J'ni biz narsa bilan olmashtira olamiz. Yangi o'zgarishlar bilan shulay. Agar x plus 3 ni biz deb olishtirsak, bizning tegizlamani ishlab yengillaydi. Shulay narsa bilan topa olamiz? Diskriminant bilan topa olamiz. Agar biz olishtiramiz, t kvadrat bo'lamandaymi? Minus bunda endi anlatib turmaydi. Anladingiz, t kvadrat necha qavatga kelgan? 13t plus 36. Tegiz bular 0. Bolalar, bizning bunday yolg'iz xato ketdi, ko'ramsali e'tibor bilan. Agarda x plus 3 ni biz t deb olsak, bizning bit olay kelib chiqmaydi. Biz x plus 3 ni tugul, x plus 3 ning kvadratdan t bilan olishtirib kerak. Kelishasizmi? Mana hozir durang. Ayda diskriminant bilan topamiz. Diskriminant bilan tezgina topdik. Diskriminant bo'lishi bor. Formulasini esga tushirdik. 13 ni kvadratda topqirlik 60 169 bo'ladi. Minus 4 formula bilan 1 topqir 36. Ko'pmi bo'ladi? 4 ni 36 ga topqirlash ko'pmi bo'ladi? 144
Hem 169'dan alabız, 144'de köpme bular? 25. Yaxşı. 25'in tamırı? 5. Hazır biz nereden tababız? Tababız. Minus B ornaya nerse koyabız? 13. Nişlep 13 minus 13 tügü? Çünkü minus bizden plus bireymi. Şuna göre bizden 13 bular. Minus diskriminant bizden 5. 2'ni tapkırlıyız birge. Şulay mı? Köpme buldu? 4. Köpme? 4. T2 temiz bulan 13 plus 5 bölüngen 2. 9. Hazır indi nişlimiz? Yonmadan biz biterlik tanımına taptık. Hazır indi yonmadan koytağız. X plus 3 kvadratta tegiz bulan. Nersege tegizlimiz? 4. Köpme bulan? Kim çişti? Nişlimiz? Bu bizden kıskaça tapırlav formulası. Neşik tapatağız? Tizgine. X kvadrat plus 3 mi? A plus B kvadratta tegiz bulan A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat. Ну-ка, орындарына koyduk tizgine. 6x plus 9 tegiz bulan 4. X kvadrat plus 6x plus 9 4'ne bu yoqqa ko'chiramiz. Endi sol yoqqa minus bo'lib kirib 0. Yonmadan diskriminant bilan chishamiz. Chishigani tizgina. Так, x kvadrat plus 6x plus köpme bo'ladi? 9 minus 4 5 tegiz bo'ladi 0. Diskriminant bilan tizgina topdik. Diskriminant köpme bo'ldi? 16. X bir tegiz bo'lgan narsaga? Minus 1. X2 minus 5. Şöyle çıktı mı? Orasında. Hazır indi nişlimiz? Qaysisini topamiz? Bizim bitali 9 var. Nişlimiz? Yonmadan koytamiz. X plus 3 kvadratda tegiz bo'ladi 9. Tezgina kvadratni x kvadrat plus 6x plus 9 minus 9. Nişlimiz? X kvadrat. Bizning narsa qoladi? X kvadrat plus 6x. 0. Ders başında biz ishlagan edik. X'ni joyiga tushiramiz. X plus 6 tegiz bo'la 0 bo'ldi. Bunda endi bizning x narsaga tegiz 0 ga tegiz. X minus 6. Necha tomiri bo'ldi bolalar bu tegizlamaningda? 4 tomiri bo'ldi. Mana bolalar, biz kvadrat tegizlamani b kvadrat tegizlamalarini shulay narsa ishlaymiz. Jingil bu bilan topa olamiz ekan, nima? Ishlaymiz. Narsasi bilan ayrilib, yomon o'zgarishini kiritib, ishladik. Ishladik, shulaymi bolalar? Так. Tezgina. Bunda bu bizden to'la tegizlamami? Yo'q. Yo'qmisa? To'la. Bu ders boshida hurmatlandi. Yaxshi. Hozir mana bunday tegizlamani chechishamiz. Ular qarasana. Biz bir necha yo'lni qaradik hozir.
Enşi böylesin. Yaman özgürlüklerini aşağı kırtırlar. Eğer bizim birimiz aytıp tura, yaman özgürlüklerini kırtığını kullanıp tegizlemelerini çeşitli eminlik yaman özgürlüklerini paya kırtıyapız biz anlamak. X ikinci derece plus X. X ikinci derece plus X'ni nerse bilen alıştırabız? Bir eminliği özgürlükü bilen. Eğer biz de bilen alıştırayım. X kvadrat plus X1